Qoraqalpog'istonda ayol yo'lovchi poyezdining tagida qoldi. Xo'sh, mazkur dahshatli voqea nima sababdan ro'y berdi? Ayolning ayni vaqtda ahvoli qanday? Mazkur ayanchli voqea joriy yilning 22-yanvar kuni sodir bo'lgan. Aniqlik kiritilishicha, harakatlanib kelayotgan yo'lovchi poyezdi temir yo'lning belgilanmagan qismidan kesib o'tayotgan 4 farzandning onasi bo'lgan ayolni urib yuborgan. Rasmiylarning xabar berishicha, ayol yo'l qoidalariga amal qilmay o'z xavfsizligiga e'tibor bermagan. Mas'ullar voqea joyiga chiqib, holat sabablarini tekshirmoqda. Ming afsuski, 1957-yilda tug'ilgan ayol olgan jarohatlari sababli voqea joyida vafot etgan. Hurmatli fuqarolar, temir yo'l hududidan harakatlangan vaqtingiz doim o'rnatilgan belgilarga va xavfsizlik qoidalariga amal qiling.